yuraman. Bu faqat moshina sotish yoki moshinani servisga olib borib, unga zapchast sotib yoki unga pul topishda emas. Boshqa tomonlarda ham boshqa tomonlaridan o'ylab qarayapman. Chunki hammamiz bilamiz moshina oddiy bir misol hamma biladigan tarafidan qaramayapman, boshqa tomonlama qarayapmanda. Protsessda nimalar kerak? Короче, moshina tasavvur qil, moshinang buzildi yoki biror nima buzildi, san servisga bording. Servisga tanishing bo'lsa yoki begona bo'lsa ham shundoq nima deydi, kommunikatsiya muomala muomala qilib nima deydi, shu gaplashib moshinani vaqtida sottirish yoki cho'zdirmasdan yoki shunday gaplashish kerakki, tomonlarni o'ylayman. Shunday gaplashish kerakki, u sandan oldin 10 ta mashina turgan bo'lsa ham sanikini tezroq qilib beradi. Yoki yoki shu zapchast kerak bo'lsa, zapchastini harakat qilib senga tezroq topib beradi. Shunday, ya'ni odamlarga ta'sir o'tkaza olish qandaydir. Agar misol biror qishloqda yoki shaharda yoki qayerda bo'lsang ham, agar yaxshi tanilgan, respekted, hurmatli odam bo'lsang, senga umuman baribir hamma joyda servis boshqa xil bo'ladi. Albatta. Ish tomonlama o'ylab qarash. Agar u tomonlarini o'ylamasdan harakat qilmasang, har doim ishing odam o'ziga bilinmaydi, lekin u bilinishi uchun ancha o'ylab ko'rish kerak. Ancha analiz qilib ko'rish kerak. Agar e'tibor bermasang, shu ishlaring orqaga qolib ketaveradi. Shu mashina servisga o'rasan yoki boshqa ish qilasanmi, har doim ishing sekin, sust bo'ladi, oxirga qolib ketadi. Sani ishlaringni umuman vaqtida tez hal bo'lmaydi. Короче, ishing oldinga yurmaydi. Tushunsan? Ish tomonlarini o'ylab qarash kerak. Tasavvur qilib, keyin mashina olib borasan yoki servisga olib borasan yoki boshqa ishni chiqarib, puling yo'q-da, misol vaziyat bo'lib qoladi. Yoki shu mashinaga qism olishga puling bo'lmaydi yoki mashina ustoga pul berishga puling bo'lmaydi. Shuni qilishing kerakki, shuni gapirishing kerakki, shuni o'zingni ko'rsatishing kerakki, ikkita yo'li bor-da. Shuni o'zingni ko'rsatishing kerakki, yoki usta senga ishonib, shu bir hafta, 2 hafta pul olmasdan yuradi, sen gaplashanki, sen ishonarli odamsan. Seni qo'yib yuboradi. Bir hafta, 2 haftada pulni qaytarib beraman desa, senga ishonishi kerak odam. Ishonarli odam bo'lish uchun nima deydi, shunaqa odamda o'zini shu xarakter nimalari bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shu senga bir marta qaraganda, ha, mana shunga o'zi mashinani sotib qo'yib yuborsam, 2 haftadan keyin pul qaytarib berishiga ishonish kerak odam. Yoki ikkinchi yo'li bor. Sen birontadan pul so'raysan, senga u odam pul berish kerak yoki birontadan pul kerak qoldi, oldi berdi qilganingda senga pul berish kerak. Chunki bu pul beradigan odam ishonishi kerakki, sen pulini shu vaqtida qaytarasan. Misol bir haftada qaytaraman desang, shu yana hafta qaytarishing kerak. Trustworthy deydi-ku inglizkada. Ya'ni ishonarli odam bo'lish kerak. Ha, bunday vaziyatlar albatta, bunday vaziyatlarda, qiyin vaziyatlarga tushganda odamzod haqiqiy darsni o'rganadi. Men xursandman, shunaqa narsalar seni ham boshingga tushyapti va o'rganolsan va to'g'ri xulosa chiqarib, shunga qarab harakat qilasan degan umiddaman. UFC'da Conor McGregor qaytdi va Max Holloway bilan bo'lgan jangini reelslarda yoki yangiliklarda eshitdingmi, nima bo'ldi? Erta jangini ko'rish niyatim bor edi, lekin ko'ramadim. Lekin ertalab birinchi turganimda X'da shu kirgani bilan X'da o'zi chiqib turdi bo'lganlari. Umuman kutmagan rezultat bo'ldi. Men umuman boshqa rezultat kutgandim, xayr. Bilmasam Mana yutadi deb o'ylagan yo'q edim. Shunchaki bunday bo'lishini umuman kutmadim. Hech bo'lmasa kamgina jang qilsa kerak deb o'yladim.
Ya'ni Conor Makgregorni qaytib kelishi qandaydir man uchun ham simbol, qandaydir motivatsiya deymizmi nima. Ya'ni shuncha pastga tushib ketdi, ya'ni o'zini kayfga berdi va shuncha sportdan 5 yil uzoqlashdi. Yana qaytib kelib mana qandaydir yutishi yoki yaxshi jang qilishi bu yaxshi dars bo'lardi ko'pchilikka, lekin qiziq voqealar bo'lib ketdi. Man shuni ham kutayotgandim, qani nima bo'larkan deb. Ya'ni internetda ham memlar ko'payib ketdi. Ya'ni Misr yutqazdi, bu davlat yutqazdi. Bizani faqat endi Konor qutqaradi deb turganda, Konor ham mana shunday bo'lib chiqib ketyapti. Ha, mayli, ko'ramiz. Ya'ni kecha mana Angliya ham Argentinaga qarshi o'ynab yutqazdi. Qoyilman. Ya'ni Mana shu Angliya bilan o'yinni ko'rdim va o'yinda ya'ni Angliya kuchi bor edi, o'ynasa bo'lardi va men hayron qoldim nimaga Brunoldan keyin umuman o'ynamaganiga. Nahot shu trener yoki ichida shuncha yulduzlar bor. Hey, Argentina hujum qilyapti, baribir gol uradi deganisi nahot kallasiga kelmadi degan savolni o'zimga beraman. Keyin yana tushunib yetamanki, shu Angliya yutsa menga nima, yutqazsa menga nima deb qolaman. to'g'ri shu savolga keladi, lekin o'tgan hafta bir ikkita futbol tanishlarim futbol haqida gaplashdi. Men o'zim uncha umuman ko'rganim yo'q edi o'yinlarni. Faqat rezultatlarni shu Google'da oxirgi rezultatlarni ko'rayotgandim. 2-3 kun oldin tanishlarim gapirib qoldi shu Fransiya o'yinidan oldin. Fransiya Angliya bilan finalda o'ynaydi. Fransiya yutish kerak deb gapirishdilar, lekin men aytdim Argentina finalga chiqadi, Argentina buyuk yutadi desam, menga sal jinniga qaraganda qarashdi. Lekin shu kuni Fransiya o'ynadi, Fransiya qoldi Ispaniyadan. Buni kecha men ataylab shu Argentinani o'yinini ham ko'rdim. Men kutuvdim, biluvdim. Men kutgan rezultat bo'layorachi. Finalga, lekin bilmasam, finalda hali ham ishonamanki Argentina yutadi desam. Ko'ramiz 19-kunda nima bo'ladi. Bag'ga endi men prediction, ya'ni hech nima demayapman, chunki bilib bo'lmayapti kim nima bo'ladi. Ko'ramiz. Qisqa she'r eshitishga tayyormisan? Bugungi qisqa she'rim tojik tilida bo'ladi. Ya'ni Sa'di Sheroziyni Guliston asaridan. Bu she'rni nimaga olib kelaman? Chunki bugun Donoda bir qiziq voqea bo'ldi. Bir bizani eski o'quvchilarimizdan biri ko'p kelib turadi bizga, yordam bergani bo'sh vaqtida. Keldi qarasa, bizada menejer bu. O'sha menejer kitob chiqarishda yordam beryapti. U aytdiki, siz menejersiz, siz nimaga bu mayda chuyda ishlarni qilasiz? Siz odamlarni boshqarishingiz kerak emasmidi, deyapti. Keyin men unga aytdimki, shu o'quvchiga menejer, direktor ishchilarini xizmatkori bo'ladi. Ya'ni har bitta ishchiga xizmat qilish kerak. Ana shunda shu kompaniya oldinga boradi. Ya'ni mayda chuyda ishlarni o'z aslida qilish kerak emas u. Lekin bir tomondan qarasa, agar ishchi qiynaladigan bo'lsa, ya'ni ishchiga nima kerak ishlashi uchun, produktivniy bo'lishi uchun, shu hamma ishni menejer qilish kerak dedim. Va keyin o'yga kelib, hozir shuni o'ylab o'tirib, Sa'di Sheroziyni Guliston kitobchasi bor, kichkina. Shu kitobini ochsam, shu yerda shunga bog'liq she'r bor ekan. Xohisham. Shuni ochganim bilan bor ekan qit'a. Agar eshitishga tayyor bo'lsang, o'qiyman, keyin yana shu haqida gaplashamiz. She'r tojik tilida ma'no. Qit'a Sa'di Sheroziydan. Podshoh posboni darvesh است. گرچه نعمت به فر دولتی اوست. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست.
Ya'ni bu yerda aytyaptiki, podshoh posboniy darvesh emas. Ya'ni darvesh oddiy odamlar biza podshoh mana shu odamlarni himoya qilishi kerak deyapti. Garchi ne'mat bar fari davlati o'st. Ya'ni bu yerda aytyaptiki, ya'ni uniki bo'lsa ham, ya'ni podshoh xalqni xizmatida bo'lishi kerak, o'z aslida chappasi emas deganda. Keyin Gosman Azbaroy cho'pon nest. Ya'ni qo'yga cho'pon kerak emas deyapti. Mani tushunishim bo'yicha, men tojik tilim uncha baquvvat emas. Balki cho'pon baroyi xizmati o'st. Ya'ni cho'pon qo'ylar uchun xizmat qiladi deyapti. Ya'ni ya'ni men aytgan mavzuga, ma'noga shu to'g'ri keladi. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydiki, ya'ni yoshlar men direktor bo'lsam, biznesmen bo'lsam, direktor bo'la olaman, keyin hammaga ish berib yuraman deb o'ylaydi. Lekin agar siz direktor bo'lsangiz, siz hamma ishchingizni xizmatkorisiz. Ya'ni ishchilaringizga nima kerak bo'lsa, misol uchun o'zini ishini qilish uchun xizmatini qilishingiz kerak. Siz o'zingizni ishchilaringizdan baland emas, ulardan past ham emas, ularni xizmatkorda tutib, ishchilaringizni xizmatini qilsangiz, u ishchilaringiz ishlab, produktivniy bo'lib, ya'ni sermahsul bo'lib, ishini yaxshi bajaradi va sizni biznesingiz ana shunda oldinga ketadi. Agar chappasi bo'lsa, faqat siz hammaga ish berib o'tiraversangiz, unda hech qachon biznes oldinga ketmaydi, chunki har bir ishchini o'ziga yarasha talabati bor-da endi. Shunday o'ylab qoldim. To'g'ri aytasan. Chunki mana bu korporatsiyalarga ham qarasang, katta kompaniyalarga ham qarasang, hamma menejerlar yoki CEOlari harakat qiladi shu ishchilariga yaxshiroq sharoit yaratib berish uchun. Chunki ular ishlarni vaqtida qilish uchun. Misol, oddiy bir ishga kirganingda, любой korporatsiyada senga harakat qilishadi shu kompyuterlaringni yoki oddiy bir mishkalarni yoki headphones hamma narsalarni olib berishga harakat qilishadi. Keyin ofislarni o'zida ham harakat qilishadi shu kofilar hamma joyda kofe mashinlar yoki suvlar yoki ovqat yeyishga joylar, hamma sharoitlarni harakat qilib yaxshi yaratib berishadiki, shu ishchilari yaxshi ishlasin, ko'proq pul olib kelsin deb endi shunaqa qilsa kerak endi. Manimcha shuni может bizlarda hali ham shu kallamizga urib qo'ygan shu agar bitta odam kattaroq nimada ishlasa, menejer bo'lsa, u odam yoki mayda chuda ishlarni qilmash kerak. Endi bilmayman, mayda chuda endi nima ish bo'lsa ham mayda ishni katta kichigi yo'q. Manimcha shu korporatsiyaga agar yordam bering yoki shu oddiy bir donoda o'quvchilarni o'rganishga yordamchi kitob chiqarish, oddiy o'quvchilarni o'rganishga yordam beradigan bo'lsa, shu hammani ishi deb o'ylayman mana, to'g'ri. Menejer boshqa. Albatta. San mashinani tuzatish bilan ovora bo'lgan paytda 14-iyul kuni bizada Xujan shahrida, Fransiyada 14-iyul bilasan, Bastiya kuni, ya'ni Bastiya kuni bu Fransiya tarixini o'qisang kamgina Fransiyada revolyutsiya bo'ladi. Ya'ni boshida qirollik, monarxiya, qirolichalar shu hammasi bo'ladi. Fransuzlar tamom to'yib ketadi ulardan. Keyin ular yig'ilib, butun fransuz oddiy fuqarolari yig'ilib, ana shu monarxiyani yiqitish, qirolni yiqitib, ya'ni mustaqil ya'ni davlatni oddiy xalqqa qaytarish uchun revolyutsiya qilishadi. Aytadigan mavzularimiz ham bir-biriga bog'lanib ketyapti. Notabiiy holda, ya'ni chunki podshohlar xalqni xizmatini qilmay qo'yishadi u paytda. Yomon o'zlaridan ketib borishadi, qasrlar qurib, qasrlarni orqasida maza qilib yashashadi. Bu albatta xalqni siqib qonini ichishadi. Keyin oxirida xalq Fransiya revolyutsiyasi bo'lib, ana shu kuni butun bizada vahdat deymiz-ku, vahdatda shu birlashadi. Ya'ni bu yerda xalq, oddiy xalq birlashib,
nimaga qarshi, monarxiyaga qarshi birlashgan kuni 14 iyul. Shu munosabat bilan bizadayam Alyans Fransiya xo'jandiyam ya'ni bayram qilib berdi desak ham bo'ladi. Ya'ni Fransiya Tojikistondagi Fransiya posolstvosi qo'llab-quvvatlashi bilan, ya'ni Tojikistondagi posolni o'rinbosari ham keldi. Ko'p fransuzlar yig'ildi o'tgan yilgiga qaraganda. Har yil shunaqa bayram qilib beradi 14-iyulda. O'tgan yili tojiklar ko'p edi, bu yil fransuzlar, juda ko'p fransuzlar va fransuz tilida gapiradiganlar ham ko'payibdi. Juda xursand bo'ldim. Juda ko'p fransuzlarni ham ko'rib xursand bo'ldim. Juda yaxshi yeb ichdik. Fransuz odatlaridagi musiqalarni eshitdik, ya'ni klassik ashulalar, keyin fransuz o'yinlariga o'ynadik birgalikda. Ya'ni mani yana bir hayratga qoldirgan narsa shu bo'ldiki, ya'ni fransuzlar, ya'ni qo'shishga harakat qilishadi, ya'ni odam ajratmaydi ko'proq qo'shishga. Shuni sezdim. Ya'ni man 1-2 Alyans Fransiyaga bormaganimga ancha bo'ldi, faqat bayramlarda boraman xolos. Ko'p yerdagi tojiklar mani tanimaydi, misol uchun. Xuddi begonadek mani qo'shmaganda nimadirda har xil tashkillarda, misol uchun o'yinlarda sal chetda o'zim qolib ketganda, agar man sal tortinchoq odamman, lekin fransuzlar kel deb nimadirda, "Hey, qara, bu qolib ketyapti, bunga ham o'rgatinglar." Man bilmayman bunday o'ynashni desam, ya'ni fransuzcha dance qo'shishadi. Shulari menga yoqdi. Ya'ni not excluding but including, ya'ni ko'proq kel, qo'sh birgalikda. Va ancha fransuz tilida gaplashdim va ancha praktika qildim va shuni tushunib yetdimki, fransuz tilim oldin ham aytgan bo'lsam kerak, kamgina tushgan ekan. Va bu menga kamgina motivatsiya berdi fransuz tilini ustida ishlashga va uni yanada rivojlantirishga motivatsiya bo'ldi bu kecha. Menimcha man bitta narsani o'ylayman-da, har daf'a fransuz tilida yoki Alyans Fransiya haqida gapirsang, menimcha shu Yevropalarga kelib yoki shu Fransiyaga borib, man Tojikistondanman deb fransuz tilida umuman normal shu conversation qilsa ham, menimcha ular tamom shokda qolsa kerak deb o'ylayman. Chunki ular uncha ham ko'rmaydi. Bunda tasavvur qil, oddiy bir odam qayerdan Tojikistondan ancha odam bilmaydi, ko'plar bilmaydi. Tojikistondan kelib bizlar bilan fransuz tilida muloqot qilyapti-da, ular tamom yo'qotsa kerak. Albatta. Ya'ni fransuz tilida gaplashmaganimga ancha bo'lgan. Hozir fransuz tilimni yaxshilashim kerak desam, "Sen chotki gapiryapsan" deydi-da. Ya'ni haqiqatda ham speaking, ya'ni gapirishim ancha yaxshi, chunki ko'p frazalar hali ham esimda. Keyin yaxshi o'rganuvdim-da, fundament yaxshi edi. Prosta menga hozir 2-3 soat yana praktika qilsam, yana shu o'rganganlarim qaytib kelaveradi. Ya'ni shu momentda ekanman, ya'ni yana shu fransuz musiqasi, fransuz olamida fransuzlar bilan, fransuz elchisi o'rinbosarlari bilan muloqot qilib bitta nimada, bitta bitta stolda o'tirib ovqatlanib gaplashadigan paytimda, ya'ni butun hayotim ko'z oldimdan o'tganday bo'ldi kamgina, chunki man hech qachon o'zimni tasavvur qilmagandaman, ya'ni fransuz elchisi o'rinbosari. Elchisi bilan uchrashganman ancha yil oldin, 2 yil oldin kelgandi. Bu safar o'rinbosari bo'lsa ham shu yerda o'tirib, yana boshqa mehmonlar, boshqa fransuzlar Dushanbedagi shu elchixonaga bog'liqli fransuzlar o'tirib gaplashamiz. Men hech qachon yetti uxlab tushimga kirmasdi-da bunday dasturxonda o'tirib ular bilan erkin suhbatlashib qiziq voqealarni aytib berishdi. Yaqinda fransuzlarning aytishi bo'yicha ikkita erkak kelgan ekan, ularning farzandi Viktor bir tojik qiziga uylangan ekan. Shu biz o'tirgan kundan bir kun oldin tojik to'ylari haqida gaplashib berishdi va
fransuz yigiti va shu xo'jandlik qiz tojik qizini to'yida bo'lishdi. Juda hayron bo'ldim. Qiziqarli, zo'r. Shu haqida aytib berishdi va ularning Tojikiston haqidagi fikri va har xil narsalarni o'rgandim, ulardan eshitdim va aytganimdek, живой fransuz musiqalari, ashulalarini eshitib maza qildim va birgalikda o'ynadik va bu ham juda qiziq bo'ldi. Ya'ni man aytdimki, ya'ni yangi til o'rgansang, bu yangi eshiklar ochadi degani to'ppa-to'g'ri ekan. Yaxshiyam shu paytda fransuz tilini o'rgangan ekanman. Mana shuncha tanishlar, shuncha odamlar va shuncha tajribali, ya'ni shunday stollarda o'tiribman deb o'zimdan xursand bo'ldim. Ya'ni hozir agar kimdir ko'radigan bo'lsa, siz agar til o'rganadigan bo'lsangiz, ya'ni o'rganishda davom eting. Siz hech qachon bilmaysiz, siz o'rganayotgan til sizni qayerlarga olib borishini. Ya'ni shunday. Mana shu sizga motivatsiya bo'lsin. Ya'ni san qachon Parijga borasan deyapti. Ya'ni fransuzlar, ha, bir kun borib qolarman. Ya'ni harakat qilib mana shu Alyans Francaisdagi o'quvchilarni Parijga yuborib 1-2 haftaga borib, ma'lum manga oldin ham aytardim, uncha qiziqmasdim oldin. Ko'ramiz. Shunday aloqada davom etaversak, ancha yaxshi. Hard work pays off. Shunday. Bugun listenerlardan questionlar bormi? Savollar bormi bizga? Eshituvchilardan. Ha, bizda bir ikkita savollar bor. Agar tayyor bo'lsang, ularni o'qib javob berishimiz mumkin. Sen savollarni ochib olganmisan? Senda bormi? Manda bor. Birinchisini o'qisang, birinchi sen o'qigan bo'lsa. Mayli. Aziz aka Otaboyevlar, agar maktabdan bittagina fanni abadiy olib tashlash imkoni bo'lsa, qaysini tanlardingiz va nima sababdan? Va agar o'sha fan o'quvchisi bu podkastni tinglab turgan bo'lsa, uzr, sizni emas, darslikni nazarda tutdim. Imtihondan jadvalga qarab reja tuzayotgan Ma'ruf islohchisi. Bizani yana maktabga olib kelyapti. Bizni eshituvchilar, listenerlar bizani yana maktabga olib bormoqchi yana. Qaysi fan? To'g'risini aytsam, men eng muhim maktab paytida muhim emas, lekin hozir muhim degan fan bitta hayolimga kelyapti. 10-11 sinfda matematika, fizika o'tganmiz. Matematika, fizika yaxshi fan edi, lekin bizning ma'limimiz sal bizga yoqmas. Umuman butun sinf bilan bizga ma'limni yoqtirmasdi kerakchi. Lekin shu paytda kerakli narsalar, kerakli topiklarni o'tganmiz. Yaxshi, hozir men qiynalaman-da shu taraflarni. Shu paytda yaxshi o'rgansa bo'lardi degan nimalar o'tibdi hal, lekin u narsani o'ylamayman. Lekin agar olib tashlash kerak bo'lganda shu matematika, fizikani olib tashlardim. Chunki shu ma'limni biz 10-11da ko'rmasdik. Har safar ma'lim shu ko'rganda bizning sinfda sal bir qiziq voqea yo urush, baqir-chaqir, bo'lmagan narsalar bo'lardi. Ya'ni men ham aytaman, har bitta fan albatta juda muhim hayotimizda. Ximiyani ham o'ziga yarasha joyi bor, matematikami, fizikami. Hamma fanni o'rganish kerak deb o'ylayman. Hech qaysi fanni ortiqchaligi yo'q. Chunki Ma'rif vazirligi fanlarni qo'shishda, ya'ni har tomonlama qarab, ya'ni harakat qiladi, asosan kerakli fanlarni qo'shishga, keraksizini olib tashlashga. Lekin manda ham bitta yoqtirmagan fan bor, bu geometriya edi.
balki tushunmagandirman, qiynalganman. Agar man olib tashlamoqchi bo'lganimda geometriyani olib tashlagan bo'lardim, chunki hozir hayotimda umuman geometriya kerakmasdek. Endi Ishlatganim ham yo'q. ikkinchi savol o'qichi. Aziz aka-uka Otaboyevlar, oilada men doim yaxshi bo'laman, yaxshi baholar, yaxshi xulq, ota-onamni xafa qilmaslik, ammo ichimda bir rol meni charchatib qo'ydi. Ba'zida xato qilgim, qoidani buzgim, oddiygina o'zim bo'lgim keladi, lekin agar shunday qilsam, bunday kutmagandek deyishadi. Boshqalar kutgan obrazda yashash qachon tugaydi? Tashqaridan 5, ichkaridan charchagan a'lochining ikki yuzi. Ya'ni biza ko'p harakat qilamiz, boshqalar bizdan nima kutsa, ular bizdan nima kutganini berishga, ya'ni o'zimizni xohlaganimizni emas, boshqalar xohlaganini ko'proq qilamiz nimagadir. Boshqalar aytsa, boshqalarni xursand qiladigan ishlarni ko'proq qilamiz va o'zimizni eng oxiriga qo'yib qo'yamiz va bu albatta ichimizda qandaydir konflikt chiqaradi. Ya'ni biz haqqoniy unday emas-ku biz. Nimaga man bundayman degan savollar paydo bo'ladi. Ya'ni boshqalarga yoqish uchunmi yoki boshqalarni xohlaganini qilishim va o'zimni xohlaganim umuman boshqacha. Ya'ni klassik savol bu. Ya'ni kinolarda yoki kitoblarda ham ko'rsang, mana shu eng aqlli, eng hammani gapini quloq soladigan, faqat beshga o'qiydiganlar qandaydir bir kun kelib portlashadi va juda katta xatolar qilishadi kinolarda. Ya'ni manimcha balans bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni balans qanday o'zimiz chindan nimani xohlaymiz, o'zimiz bilan ko'proq vaqt ham o'tkazib, o'zimizni kamini tushunib, o'zimiz xohlagan ishlarni ham qilishga. Ya'ni birdaniga xatolar qilib, birdaniga hammaga qarshi borish zarur emas, dramatik tarzda. Ya'ni o'zimiz xohlagan nimani xohlaymiz? Futbol o'ynashmi yoki video game o'ynashmi? Qandaydir boshqalar kutmagan narsa, lekin vaqt ketkazish bo'lsa ham, ya'ni chindan ham shuni o'zimiz xohlaymiz. Ya'ni o'zimizga ham quloq solib, mana shu o'zimiz xohlagan ishlarni ham qilsak, qandaydir balans bo'ladi va shundagina biz oldinga qarab yura olishimiz mumkin. Mani maktabda bitta sinfdoshim bo'lardi. Ota-onasini bizani ham ota-onamiz bizga hech qanaqa restrictionlar nimalar qo'ymagan bizga, misol Chegaralar. chegaralar qo'ymagan bizga. Men shu taraflama hurmat qilaman ularni. Umuman bizga hamma joyini ochib qo'yishgan. Lekin ular ham aytishardiki, harakat qilgan shu jinoyat qilmagan, eng yomon narsalarni aytishardi. Jinoyat qilmagan, turmaga tushma, qanaqa narsalar gaplar bo'lardi. O'g'illi o'qima. Mana bitta sinfdoshim bitta darasi ko'p aytardi. O'g'illi o'qimasang shu birovni urib, turmaga tushmasang qolgan hamma ishni qilaveradi-da. Man shu tarafni qolgan hamma ishni hamma taraflama chegara yo'q qilaveradi shu ishni. Man shu tarafni support qilaman. Chunki har doim ham yaxshi bola bo'lib maktabda yoki uyda yurish man to'g'ri kelmaydi. Chunki maktabni tugatgandan keyin yoki uydan ketgandan keyin odam ariqqa qarab o'ylaydi, man bu ishni qilsam bo'lardi, u ishni qilsam bo'lardi. Lekin yaxshi bola bo'lganim uchun uni qilolmadim deb odamda regret bo'ladi, nimadir afsus bo'ladi. Menimcha afsus bu eng yomon narsalardan bittasi. Agar yaxshi bola bo'lging kelmasa, uyda yoki maktabda hamma ishni qilaverish kerak. Lekin shu anaqa yomon taraflama, umuman yomon rezultat olib keladigan ishlarni
riskka qo'shmash kerak lekin boshqa narsalarni hammasini qila olish kerak deb o'ylayman. Ba'zida yaxshi bola bo'lmasligi ham manimcha bo'laveradi. Maktabda Ya'ni 2-3 olsa, ya- 2-3 olsa ham bo'laveradi. ya'ni katta xato, ya'ni xato qilsa, ya'ni xatolarimizdan ko'p narsalar o'rganishimiz mumkin. Bizani xatolarimiz bizani eng katta ustozlarimiz bo'lishi mumkin. Buni kitobdan o'rganib bo'lmaydi. Prosta shundan o'tib olish kerak. Ha, Hayot darslarini olish kerak. Hayot darslarini faqat yaxshi bola bo'lib bo'lmaydi. Faqat sal hmm. chegaralardan chiqib turish kerak. Lekin man to'g'ri aytishadi, uydagilar faqat to'g'ri aytishadi. Misol o'g'irlik qilib, o'g'irlik qilib yoki birovni bunaqa jinoyat qilib, u darsini olib bo'lmaydi. Umuman unacceptable u narsalardan hamma yiroq turish kerak. U narsalarga umuman yaqin bormaslik kerak deb o'ylayman. Undan tashqari, kalaki hamisha bir marta qilib ko'rish kerak. Chunki ayniqsa o'g'il bolalar, chunki shu xatolar bilan shunaqa yo'llarga kirib chiqib, hayot darslarini ko'proq oladi. Man hayot darslarini sal maktabda oladigan anaqa 5 o'qib oladigan darslardan sal ustunroq qo'yaman. Chunki maktab bitirgandan keyin yoki o'qishga kirib, o'qishni bitirgandan keyin maktabda o'rganganlaring yordam beradi, lekin hamma joyda emas. Hayot darslari ko'proq yordam beradi deb o'ylayman. Shunga u narsalarni ham unutmaslik kerak. Faqat yaxshi bola bo'lib, 5 o'qib, oilada jimgina yurib, u narsalarni o'tkazib yuborsang, keyin maktab o'qishni bitirgandan keyin odam sal afsus bo'ladi. Shu tomonlari Hayot ham bor. darslari haqida gaplasharkanmiz. Keyingi savolimiz ham ancha hayotiy savol, ya'ni do'stga pul berish haqida. Salom aka-uka Otaboyevlar. Yaqin do'stim mendan pul so'radi. Bersam qaytarmasligidan qo'rqaman. Bermasam do'stlikni pulga sotdim deb o'ylaydi. Pul so'ragan odamga yo'q deyish qanday qilinadi? Ayniqsa u yaqin odamingiz bo'lsa, bu holatda to'g'ri do'st bo'lish nima degani? Cho'ntagi ham, yuragi ham tor bo'lib qolgan, ikkilangan hamyon. Ya'ni Hmm. to'g'ri. Ya'ni bitta gap bor, ko'p eshitganman. Ya'ni agar o'rtog'ingga pul beradigan bo'lsang, yo pulingni yo'qotasan, yo o'rtog'ingni yo'qotasan. Men mana shunga amal qilaman. Ya'ni agar o'rtog'im yoki menga yaqin odam mendan pul so'rasa, do'stim, agar men pulni yo'qotishga tayyor bo'lsamgina pulni beraman. Ya'ni agar pul juda katta bo'lsa, agar o'zimda ko'pincha ortiqcha pul yo'q. Shu tomoni ham plus bo'lsa kerak deb o'ylayman. Menda shu oddiy o'qituvchi bo'lsam, shu bir oyga yetadigan, ro'zg'orga yetadigan pul bo'ladi xolos. Va albatta so'rashganda ya'ni katta pullar berolmayman. Lekin ko'pincha agar puldan voz kecha olganimdagina ularga pul beraman. Chunki men ham oldin juda ko'p odamlarga, ya'ni o'rtoqlarga, sinfdoshlarga ko'p marta qariyb hammasiga pul berib chiqqanman. Lekin juda ko'pi juda kech qaytargan yoki ba'zilarini umuman qaytarmagan, ba'zilarini boshqa tomondan chiqarib olasan deb nima qilgan. Ba'zi paytda puldan kechib ketganman, ba'zi paytda o'sha odamdan ham. Ya'ni bu qiyin masala. Hamma o'zini qarorini o'zi qabul qilishi kerak. Hozirgi mani nimam, mani holatim shundaki, agar yaqin odamim mendan pul so'rasa agar men puldan voz kecha olsamgina, ya'ni mana shu puldan voz kechish deganda aytmoqchimanki, ana shu pul menga 6 oyning ichida, keyingi 6 oyning ichida kerak bo'lmasa, misol uchun oilamni поддержка qilishimga zarur bo'lmasa, o'sha pulni bera olaman men unga. Agar Hmm. unday bo'lmaydigan bo'lsa, afsuski bera olmayman. Lekin hozirgi holatimda men hech kimga pul beradigan sharoitda ham emasman. Chunki Hmm. yana bitta narsa oldin kam ya'ni shu yoshimgacha ko'p o'rtoqlarim, sinfdoshlarim mendan pul so'ragan shu yoshgacha. Ko'plariga berganman. Bu paytda endi kichkina bo'lganimizda, yosh bo'lganimizda mayda-chuyda pulni so'ragan. Ko'pi qaytarib bermagan. Va yoki narusheniya qilib juda kech yoki boshqa yo'l bilan menga nima qilgan. Hozir birontasi pul so'ramaydi ham. Yaxshiyam shu Hmm. paytda berganman. Ya'ni o'zi shunaqa qilgan-ku endi bermagan yoki kech bergan yoki u qilgan, bu qilgan. Endi katta pul kerak bo'lganda endi so'raolmaydi.
Bu ham yaxshi ekan. Oldindan berib qo'yish kerak. Keyin 200 so'm, 300 so'm har bittasiga misol uchun so'raganda maksimum. Keyin katta bo'lganingda, boyib ketganingda, keyin $50,000, $100,000 so'rasa, so'raolmaydi ham. Chunki og'zi tili qisiq, tili kalta. To'g'ri. Sen nima deysan? Manimcha bizada bilasan ko'p o'zbek nimalarda anaqa kliplarda yoki kinolarda ko'pida ko'riladi yoki hazil anaqa komediyalarda ham ko'pincha aytiladi. Pulni berib orqasidan yurish o'zi bizani nimada o'sha ancha anchadan burun bor, bu yangi narsa emas bu. Manimcha o'ylaymanki hozirgi yoshlar bizga o'xshaganlar o'zi o'rganishimiz kerak. Agar birontadan pul olsak vaqtida qaytarib berish yoki masalan boshida podkastni boshida keltirib o'tdikku, misol bir haftada berish kerak bo'lsa harakat qilish kerak, agar qayerdan bo'lsa ham bir haftada berish kerak, chunki shu anaqa narsalar odamni shu ishonarli, misol sanga shu odamdan emas yoki boshqa odamdan yoki umuman boshqa davlatdagi odamdan borib pul so'raganingda sandan odamlar bir xil biladi, shunga qarab sandan biladiki bu odam pul bera oladimi yoki yo'qmi, qaytarib bera oladimi, sani his qiladi, sandan ko'radi ko'zingdan, shu sani umuman tanimasa ham. Chunki bu nima qayerdan keladi, bu nimalar shu ikkita uchta odamdan pul so'raysan, unga umuman bermaysan yoki vaqtida bermaysan, keyin sani unga qoniga o'tib ketadida odamlarni, keyin sanga qarab biladi. Sanda ham bo'lganmi bitta ikkita odamlarga bundoq qaraysanu ko'zidan ko'rib bu mashina bo'lsa kerak deb o'ylaysanku, pul bergan keyin so'ramasa ham bunga pul bermassin deysanku. Shu narsalar u nimadan kelib qolmaydi, osmondan tushib qolmaydi. Bu narsalar o'sha nima deydi, you sense it. Ko'rasan His ko'zida, qilasan. his qilasanda. Shunga aytarimki, agar iloji bo'lsa, agar pul berishga qancha so'rashga bog'liq. Agar iloji bo'lsa yordam berish kerak, agar yaqin do'sti bo'lsa, agar iloji bo'lmasa to'g'risini aytish kerak har doim. Chunki pul berishni iloji bo'lmasligi hammada bo'lib turadi, bu oddiy holat. Har doim to'g'risini aytgan yaxshi deb o'ylayman bitta. Be honest. To'g'ri. Bugun ancha havo juda isib ketdi. Ancha lanchman. Podkast betida ham bilinadigan bo'lsa kerak. G'ulakandoz futbol klubidan yangilik yo'q bu hafta, chunki biza tanaffusda biza. Hozirgi havoda futbol o'ynab bo'lmaydi. Ya'ni sezonni birinchi bo'limi tugadi desak ham bo'ladi, birinchi qismi, ikkinchisi boshlanadi yaqinda. Menimcha havolar sal tashabbus avgustlardan boshlansa kerak. Lekin shu oxirgi qiladigan natijamiz, ya'ni 8 ta o'yinda 8 ta g'alaba. Bu yaxshi. Yana bitta yangilik bu, yangi darvozabon olib kelamiz klubga. Bu ham yaxshi, ya'ni yangiliklar. Ya'ni klubda yangiliklar ko'payapti. Juda xursandman. Hozir mini stadionda yosh bolalarni ko'raman, kichkina balachalar futboldan qo'shimcha darsga borishyapti. Futbol praktikasi ko'paygan, yosh bolalarimiz ota-onalar bolalarini futbolga beryapti. Yosh bolalar ko'chada bekor yurmaganidan, loy o'ynab, qum o'ynab, shularga bekor umri o'tmaganidan juda xursandman. Chunki yosh bolachalar hammasi futbolga boryapti. Ba'zilari ingliz tiliga qo'shimcha darsga keladi-da manga. Mehrobod futbol klubi bor, mana Praltarniki. Shu yerga borib trenirovka qiladiganlar bor. Sportga yosh bolachalar berilyapti, tilni o'rganishyapti, sport bilan shug'ullanamiz. Albatta buni mevasini biron kun yeymiz. Balki 50 yildan keyin ko'ramiz, balki 30 yildan keyin, 20 yildan keyin. Bu albatta plus bo'ladi jamiyatimizga, qishlog'imizga, davlatimizga. Va mana shunday yo'lda davom etishimiz kerak, qo'llab-quvvatlashimiz kerak.
Mana shunday proyektlarni ustidan kulmashimiz kerak. Bular ishdimi bo'lmaydi. Bizning qishloqda shunaqa gap borda, bitta ish boshlasang, bu nima bo'ladi? Sani поддержка qilishni o'rniga sani yiqitishga harakat qiladi. Chunki o'zi ishlama Hmm. qilmagan qishloqda u kim ediyu, nima boshlabdi, e, Hmm. nima o'rgatib oladi deb. Ya'ni man xursand bo'lganimki, vaqti chog' o'tyapti, bolachalar maza qilib futbol o'ynashyapti. Ya'ni trenirovka dahshat Barselona уровеньda bo'lmasa ham misol uchun, lekin zo'r trenirovkalar qildirishyapti ma'lumlar, zo'r dars o'tyapti-yu. Endi shundoq bo'lmagan taqdirda ham nimadirda xavfsiz joyda futbol o'ynashyapti, maza qilyapti, ya'ni yoshligida xotiralar bilan katta bo'lishyapti. Ya'ni telefonga bog'lanib qolgani yo'q bu bolachalar. Shundan xursandman. Ya'ni ko'proq harakat qilishimiz kerak mana shu qishloqda bo'ladigan ishlardan, proyektlarni yaxshi tomoniga qarashga harakat qilishimiz kerak yoki umuman gapirmasligimiz kerak, jim o'tirishimiz kerak. Chunki har xil gaplar eshitib qolasan, o'zi hech nima qilmaydi, qilgan odamni gapiradi, negativ gapiradi, ustidan kuladi, negativchilar ko'p. Man aytgan bo'lardim, yoqmasa umuman gapirmash ham kerak. Tamom, jim o'zingni ishingni qilib yuraver, hayotingni yashayver, umuman gapirma. Agar Adaptatsiya yaxshi qilishni o'rganish gapirgan kerak. bo'lsang. Shunday ishlar To'g'ri. bo'lyapti qishloqda. Rivojlanish bor, harakat bor va buni yana ko'paytirishimiz kerak. Hmm. Ajab emas. Yaqin 10 yil, 20 yil aytganingda jahon chempionatiga biz ham chiqsak O'zbekiston bo'yi. Yo, 2030-yilda chiqishimiz mumkin. Chunki agar komandalarni hozir 48 ta qildimi? Ya'ni 60 ta qilmoqchimi deyman. Yana 12 ta komanda qo'shadi. 60 ta komanda qilib 3 ta davlatda bo'ladi. Agar ko'paytirsa, Tojikiston chiqishi ham mumkin. Hozir Hmm. Tojikiston milliy terma jamoasida ham yangi trener kelgan, birga ishlashyapti. Bizning siyosatimiz ham, bizning davlatimiz ham полный поддержкада. Agar 60 ta komanda bo'lsa, keyingi jahon chempionatiga chiqishimiz mumkin. To'g'ri. To'rt yildan keyin shu podkastni G'ulakandozdan yangilaymiz-u, Tojikistonni o'zi shu jahon chempionatidagi yangi yildan olib kelib turamiz. Albatta, balki mana shu G'ulakandoz futbol klubimizda o'ynaydigan bolalar ham mana shu milliy terma jamoamizda o'ynashi mumkin. Aytib bo'lmaydi 4 yil ichida. Borib o'yinlarni ko'raman. Oldin aytganimdek, uy o'yinlarni bolalar yaxshi, ancha yaxshi sistema bor. Bir-biri bilan pasi ham ancha chiroyli bo'lib qolgan, yaxshi bo'lib qolgan. Gollar urayotimiz, 8 ta o'yindan birini yutqazganimiz yo'q. Har bitta o'yinni katta shot bilan yutamiz. Albatta, buyuk maqsadimiz shu birinchi ligaga, keyin undan keyin Oliy ligaga chiqish. G'ulakandoz mashinasi to'xtatib bo'lmayapti. Shunday. Bizga yana поддержка kerak. Albatta, sponsorlar ko'paysa agar klubga, ya'ni pul. Futbolda ko'p narsani pul hal qiladi. Byudjet qancha katta bo'lsa, stadionni yaxshilash mumkin. Keyin byudjetda katta pullar bo'lsa, yaxshi o'yinchilarni olishimiz mumkin. Ya'ni sharoitda yaxshilayveramiz. Ya'ni Cape Verde misolida ko'rganimizda, ya'ni qancha mashhur qilib tashladi. Shu jahon chempionatiga chiqib shu Ispaniya bilan 0-0 o'ynashi, Argentina bilan 2-2 o'ynashida keyin u davlatga yetib boramiz. Ya'ni Google'ni ko'pchiligi ham aytyapti, ya'ni Cape Verdega turistlarni boradigan raqamlari ham ancha oshib ketgani. Keyin bitta mana Vazinyev futbolchi Instagramda millionta emasdi, hali necha millionta bitta hayoti o'zgarib ketdi-da jahon chempionatidan keyin. Balki bizani ham mana bolalar borib o'ynasa, nima qilsa mana 2030dami, 2034dami ham davlatga plyus bo'ladi, ham o'ziga, ham qishloqqa mana. Ya'ni butun jahonga ya'ni qishlog'imizni nomini olib chiqishi mumkin-da davlat bilan.
Ya'ni sportni, ya'ni futbolni kuchi katta. To'g'ri, to'g'ri. Bo'lmasam bugungi shu gaplar, keyingi hafta yana gaplashamiz degan umiddaman. Tinglovchilar, agar sizda savollaringiz bo'lsa, bemalol jo'natishingiz mumkin. Mani Instagramimga Otaboyev Mansur, va yaniga hafta yana ko'rishamiz. Ko'rishguncha. To'xtatdingmi rekordingni? Ha,